Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilaymiz. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Albatta, niyat qilib yurgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda noyabr oyiga Umra ziyorati safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimiz o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xudo xolasa, ha? Xo'p, Gastinsa oraliq masofalari Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari sayohat, ziyorat, ibodatlarimiz bor. Madinada Payg'ambar ravzalariga ziyorat qilinadi, Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonasi ziyorat qilinadi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengiz sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari yana mutaxassis ellikboshlarimiz sayohat, ibodat, ziyoratlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa, ya'ni 14 kun mobaynida o'sha tajribali ellikboshlar hamrohligida birgalikda ziyoratlar qilib kelishadi. Xo'p, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz mavjud, Azizbek? Xo'p, hozirgi kunda eng yaqini 13, 15, 22, 29 noyabr kunlari Farg'ona, Madina bo'yicha reyslarimiz bor. Xo'p, Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor, Toshkentdan kunda reyslarimiz bor. Tushunarli. Demak, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga hozirda qabullar davom etmoqda. Xo'p, Azizbek, yana bir narsa, ko'pchilik obunachilarimizni, misol uchun asosiy kulminatsion jarayon desa ham bo'laveradi. Video boshidan aytib o'tib ketsak, narxi necha pul? Ya'ni vodiydan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha narxlar necha pul etib belgilangan? Xo'p, Farg'ona, Namanganda 1050 dollardan qilib beramiz. 1100, 1200 dollar paket. Xo'p, Toshkentda 1000 dollardan qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqishaveradi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri reyslar bo'ladi. Bo'ladi. Perisatkalar bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaxshi niyatda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, Centrum Holidays firmasiga hoziroq qo'ng'iroq qiling va joylaringizni bron qilishingiz mumkin. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi, Azizbek? Xo'p, bizga Telegramdan aloqa chiqsa, bank shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berishadi. Cheki bilan zagran pasportlarni tashlab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Demak, o'zlariga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati bor, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz bo'lsa ham, Telegram, WhatsApp, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bog'lanishlari mumkin. Va albatta, Azizbek, mana shu kanal obunachilaringizdan chiqishadigan bo'lsa, bir bonus va chegirmalar ham qilib berasizmi? Iloji boricha yengilroq qilib beramiz narx-navolarni. Xudo xolasa. Bundan tashqari, hurmatli obunachilar, yana bir narsani inobatga olib qo'yinglar. Ishonchli va garantiyali tur firma bu Centrum Holidays. Farg'onada yagona bo'lgan o'sha Marg'ilonda stansiyasida joylashgan, hurmatli obunachilar, bemalol kelib ham to'liq ma'lumotlarni olishlari mumkin. Xo'p, to'lovlarimizni ofisga kelib ham amalga oshirsa bo'ladimi, Azizbek? Albatta, agar Farg'ona, Marg'ilon yaqinroqda yashaydigan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, bemalol kelib stansiyaga rasmiy kassamizga to'lov qilib bersa ham bo'ladi. Nimada o'zbek so'mida to'lov qilinadi. Ya'ni o'zbek so'mida to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati bor. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shoshilib qolamiz. Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan to'g'ri parvozlar bu faqatgina siz uchun, do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Azizbek Olimjonov kanali doim sizlarga eng ishonchlisini va eng garantiyalisini ko'rsatishdan to'xtamaydi. Azizbek, rahmat, doim xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.